Salom Jobbox obunachilari, bugun bizni qiynab kelgan savolga javob topamiz. Ya'ni qaysi smartfonni kamerasi eng zo'r degan. Demak, yonimda Samsung S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra hamda 16 Pro Max smartfonlari. Demak, bilasizlar, oldindan Samsung va iPhone raqobatlashib kelardi. Kamera borasida, boshqa jihatlari borasida, lekin bularning orasiga Xiaomi ham qo'shildi. Ya'ni 3 ta raqobatchi paydo bo'ldi bir-birining orasida. Demak, bugungi obzorimizda qaysi smartfonning kamerasi video borasida, rasmga tushirish borasida eng zo'rligini aniqlaymiz va o'z xolis fikrimni men sizlarga bildirib o'taman. Qani ketdik. Jobbox saytida siz uchun juda ham zo'r sovg'alar tayyorlab qo'yilgan. Har kuni saytda bironta bir smartfon 50% chegirmaga tushadi. Ya'ni smartfon 1 million so'm bo'ladigan bo'lsa, 50% chegirma bilan siz 500 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Demak, har kuni saytga kirib turishni unutmang. Siz olmoqchi bo'lgan smartfon 50% ga chegirmaga tushib qolganda, siz bemalol xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Mana bu smartfonlarning kamerasidagi xususiyatlarini hamma biladi. Saytlarda ham ma'lumotlar mavjud. Qaysi formatda videoga oladi, necha megapikselga teng, u haqida sizga ma'lumot berib o'tib ketmayman. Demak, solishtirishni boshlaymiz. Mana bu birinchi rasmimiz. Yaqinlashtiradigan bo'lsak, Xiaomi detalizatsiya bo'yicha yaxshi ishlaganini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi rasmga o'tadigan bo'lsak, bu yerda deyarli farq yo'q, barchasi bir xil. Mana bu rasmni ham uchala smartfon a'lo darajada suratga tushirgan. Ana endi yaqinlashtiradigan bo'lsak, orasidagi farqni ko'rib olishimiz mumkin. Mana bu iPhone smartfoniga olingan video lavha. Ko'radigan bo'lsangiz, detalizatsiya, ranglarning perdachasi hammasi a'lo darajada, hattoki stabilizatsiya ham mavjud. Mana bu esa Samsung smartfoniga olingan video lavha. Detalizatsiya juda ham a'lo darajada, lekin nimagadir ranglarda bo'rttirishlar mavjud. Bu esa Xiaomi smartfoniga olingan video lavha. Detalizatsiyada hamma narsa yaxshi, lekin bunda ham ranglarni yetkazib berishda muammolar mavjud. Ana endi zoomni tekshirib ko'ramiz. Ko'radigan bo'lsak, kameralar orasida o'tishlar juda ham tiniq. Ana endi Samsungni tekshirib ko'ramiz. Negadir kameralar orasida o'tish anchagina bilinarli. Xiaomi smartfonni gali zoom qiladigan bo'lsak, yaqinlashgan sari video xiralashishi boshlayapti. Ana endi action modni qo'shib video lavhaga olib ko'ramiz. Mana bu iPhone'da olingan video. Ko'radigan bo'lsangiz, detalizatsiya juda ham chiroyli. Stabilizatsiya ham o'z joyida, hamma joy tiniq va ravon ko'rinyapti. Yaxshilab e'tibor bering barcha detallarga. Ana endi xuddi shu videoni Samsungda tekshirib ko'ramiz. Ko'radigan bo'lsangiz, negadir detalizatsiyalar yo'qolgan. Daraxtlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, anchagina rang borasida muammolar borligini ko'rishingiz mumkin. Xiaomi'ga keladigan bo'lsak, menga video tasvirga olishi uncha yoqmadi. Sababi stabilizatsiya umuman bilinmadi. Ranglarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, muammolar bor. Daraxtlarga e'tibor bering, anchagina ranglarda muammo borligini ko'rishingiz mumkin. Mana smartfonlarni ham solishtirib oldik. Meni fikrimga keladigan bo'lsak, har bitta smartfonning o'ziga yarasha ustunlik taraflari bor. To'g'ri, kamera bo'yicha iPhone yetakchi, juda ham tiniq hamda stabilizatsiyaga ega bo'lgan bizga videolarni chiqazib berdi. Bu yerda faqatgina megapikselga bog'liq emas, shuni ham aytib o'tib ketdik. Bu yerda dasturiy ta'minot ham juda ham katta o'ringa ega. Rasm borasiga keladigan bo'lsak, to'g'ri, iPhone'ga qaraganda mana bu ikkalasi detalizatsiya borasida iPhone'dan ko'ra yaxshiroq rasm bizga chiqazib berdi. Bu yerda ham dasturiy ta'minot juda katta ahamiyatga ega. Buni ham tan olishimiz kerak. Endi rasm borasiga keladigan bo'lsak, men Xiaomi'ni birinchi o'ringa qo'ygan bo'lardim. Haqiqatan bu kamerafon deyilganda bor ekan. Chunki detalizatsiya juda ham kuchli. Ikkinchi o'rinda men Samsungga qo'ygan bo'lardim. Sababi zoom qilganda ham detalizatsiyani juda ham chiroyli qilib chiqazib beradi. Qaysidir jihatlarda ozgina muammolar bor, lekin ularga bemalol ko'z yumsak bo'ladi. Rasm borasida 3-o'ringa men iPhone'ni qo'yardim. O'zingiz ko'rganingizdek, detalizatsiyada baribir mana bu ikkalasi kuchliroq.
Agarda menga siz qaysi smartfonni tanlagan bo'lardingiz deb savol beradigan bo'lsangiz, men ikkilanmasdan iPhone derdim. Chunki birinchi o'rinda men o'zim iPhone ishlataman, ikkinchi bo'yicha esa hozir video kontent davri. iPhone esa videolarni bularga qaraganda ustunroq qilib bizga olib berdi. Lekin mana bu ikkala smartfon ham hech qanaqa yomon videoga tushirgani yo'q. Bularni ham bemalol xarid qilsangiz bo'ladi, agarda shu paytgacha Samsung yoki Xiaomi ishlatgan bo'lsangiz. Xo'sh, obzordan kelib chiqib, kamera borasida siz qaysi smartfonni eng zo'ri deb tan olasiz? Buni kommentlarda yozib keting. Demak, bu safargi video obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Like va podpiska bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.